Assalomu alaykum do'stlar, bugun Farg'ona mashina bozorida biz sizlar uchun qo'ldan kelgancha Pony vaziyatga va 07larda qo'ldan kelgancha arzonlarni qilib boraman. Like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Narxi qimmatmi, kommentariyaga fikrni yozib, bo'milab tashlaverasizlar. Hozir biz Farg'ona mashina bozorida qaranglar, sizlarga qaysi biridan boshlab. Mana 07dan boshlasa, nechinchi-yilda bu 2012mida aka? 2012-yili. 4 yumshoq baloni bor ekan, holat idealni, motorlari temir metan ruxsatlari ham bor. Mashina temir metan ruxsatlari bor deyapti. Salonlarga keladigan bo'lsa, salonlari bismillahirrohmanirrohim, psixol poli holati deganni, magnitofon kolonkasiga bor ekan. Holatlar minadilar, mijiga pultlarigacha bor ekan. Olib keling baqa. Mashina sasdan astinib turibdi. Narxi necha pul aka? Ha? 208. Ya boshqa o'tirma 300 qo'yib yuboraman bo'lishi aka. 300 dollar qo'yib yuboraman bo'lishi aka. 300 dollar bo'lishga shuni beraman deyaptilar. Nomeringiz nechi edi? 90likmidi? 90lik 304 44 41 304 44 41 bu mashina nechinchi yil aka? 92 06 olib keling bag'ani ko'rsating. Tomdan past kraska bo'lganda 92-yil deyaptilar. Motorlarda hadavo-badavoylari aka tiniq, temir metanda tiniq holatda. Salonlarga keladigan bo'lsa psixol polilarigacha bor ekan, salonlari ideal turibdi. Psixol polini ko'rsatib bering. Tiniq holatda aka baqirib bosh tortib xalq bo'lmaysalar. Bismillahirrohmanirrohim. Temir metan ruxsatlari shunchalargacha bo'lgan ekan. Holati degan necha pul aka? Narxi unaqa 2000 deb boshni xotirmang aka. O'rtaroq ayting aka. Necha pul aka? 2000 dan tushib. 1800 bo'lishini qo'yib yuboramiz aka. Bo'laveradimi? Telefon nomeringiz? 50 970 34 40. 1800 ga berib yuboraman deb 34 40. Bu mashina kimdan aka? Boltova sizdanmi mashina? Ha? Nechinchi yil bu mashina? 76-yil. O, mashinani ko'rasizlar. Tonirovka tortmasa ham tiniq olib bo'lar ekan. 76-yil. Kraskasi. Bismillahirrohmanirrohim. Salonni qarang. Saloniga bitta ahamiyat berib qo'ygan, holatini qarang. Tiniq turibdi, oladilar, minadilar deyaptilar. Buni rollarini qarang. Tiniq. 4 ta yaxshi baloni bor ekan. Holati idealni. Orqasi ochilmas ekan. Narxini bering aka. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p bo'ladi. Men teskari solib qo'yibman-da aka. Bismillahirrohmanirrohim. Ana temir metan ruxsatlari bor, zapaskalargacha. Tiniq turibdi. Bizim turadimi aka? Bizim gaz ruxsati bor. Narxi necha pul aka? Narxi necha pul aka? Narxi 2000. Chapcha tushib berasizmi aka? 20% kraskasi bo'lgan. Men adashib ketib, fashist bo'lgan, 20% kraskasi bo'lgan ekan. 2300 dollardan tushib beraman deyapti. Qalblari yo'lsiz ko'proq ham tushib beradilar. Telefon nomeringiz necha aka? 91lik 284 2020. Bu kimdan bu? Ha, ko'rsatdim aka mana. Bu kimdan? Nechinchi yil bu? 95-yil ekan bu. Ko'rsating buni ham. Bismillahirrohmanirrohim. Qana mashina bu 06 mi bu? Mashina holatini ko'ryapsizlar. Eng qizig'i propan ekan. Propandan ko'rsatib bering. Propan. Salonlarga keladigan bo'lsa, olib keling, salonlarni ko'rsating. Psixol polilarigacha bor ekan. Sassenas tiniq turibdi mashinani. To'g'ri mashina bo'lsa turibdi, lekin narxini arzon qilib beradilar. Aka propan ruxsati bormi, Ilhom aka? Bizimda yuradi, ha? Propan ruxsat, zapaska balonlarigacha bor ekan. Aka narxi necha pul aka buni? 1800 bo'lishini qo'yib yuborsa bo'lmaydimi aka? 1800 dollarga mana obunasiga berasiz. 91lik 284 2020. Bo'l, do'stlar. Bo'mmalar tashlaysizlar, nomeriga aloqaga chiqib ko'rasiz. O'zimning qadrdon akalarim talashaverasizlar, cho'chimasdan. Farg'ona mashina bozorida. Bu kimdan aka? Bu ham sizdanmi bola aka? Nechinchi yil bu aka? 80-yil, ha? Tomdan pasti joy-joyida. Tomdan pasti joy-joyida kraskasi bor. Metan ruxsati bormi aka? Qancha kattaroqdan qo'yib peshmaga ekan, metanda. Ko'proq yurishadi. Ha, olib keling salonni ko'rsating. Salonlarni ko'rsating, psixol polilarigacha bor ekan. Holat idealni. Oladilar, minadilar deyaptilar. Narxini tomosha qilib turasizlar faqat. Motorni ko'rsatingchi, motor hadavoy. Tiniq. Tiniq, ha? Bu propani ham bormi aka? Propan baloncha qo'yib qo'ysa, o'sha bor. Bo'ldi. Balonni egasi olib qoldi-da. Bunaqasi bo'lmagan. Aka, narxi necha pul? Gaz metan yuraveradi. Narxi necha pul?
aka. Bir 1400 dan chepcha tushib berasiz aka. Mana obunachisiz aka. 1400 ga beray. 1400 ga aka. Mana obunachisiz. Telefon nomeri necha aka? 91lik 91lik 128 128 ikkita 67mi? Bo'ldi, bilar ekan. Mana do'stlar. Farg'ona mashina bozor. Like bosib obuna bo'linglar. Gem beriladi aka. Mashina hadava ishda tanaga aka. Narxini qo'ldan kelgancha shu boryapti. Like bosib eslatib olib keling baqa. Olib keling baqa. Bu kimdan edi bu? Qani Bobur aka? Nechinchilikda oshdi bu? Nechinchilikda bu? 84. 84-yil. Olib keling, motorni ko'rsating. Bismillahirrohmanirrohim. Kraskasi tomdan pastasi fit bo'lgan, ha? Tashla, mashina holatini ko'ryapsizlar. Metan ruxsatlari bor? Bor, 3 motor. 4 ta yaxshi baloni bor ekan, tiniq baloni bor ekan. 3 motorda deyaptilar. Olib keling, salonni ko'rsat. Texol poliga. Buni narxini 2,5 ming deb olmaysizmi, oshto? Chapcha arzon qilib berasiz. Tiniq turibdi, maytafon kalonkasigacha bor ekan. Orqasi mana olsamiz oshto. Hoppa, ye. Ochmaydan oshto o'zingiz. Ana, olib keling. Zapaskasi bor, temir metan ruxsati bor, mashina holati idealni. Narxi nechi pul oshto? 1800 dollardan tushib berasiz. Mana obunachisilarga. Telefon nomeri necha oshto? 99lik 600 61 21. Bo'ldi. 1800 dan tushib beraman deyaptilar. Like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Operatordan yaqinroq olib kelavermang, uka. Hayajonlanib ketyapman. Xo'sh, bular kimdan? Assalomu alaykum, aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Sizlardanmi bu aka? Nechinchi yil aka? 78-yil. Oh, mashina lo'lab turibdi bu balonini. Balondan ko'rsating, diska balonni. Idealni. Injektor bo'lsa kerak, aka, motor aka buni. Qani bismillahirrohmanirrohim. Motorni ko'rsatingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, motorni qaranglar. Deganlarda. Temir metan ruxsatlari bor aka. Holatini, salonni ko'rsating. Salonni qarang, voy. Li 9 da ham bunaqa texol poli qadashmaganmi, bor? Monitorlarigacha bor ekan. Uy, anqara, qilib aqa-baqa borib kelar ekan. Gaplashyapmiz. Chalonga maytamonlarigacha bor ekan. Aql tog'may olib ber, aql tog'may. Yo, ani tepda bloger baqilyapti. Mashinaning salonlari ko'rasizmi? Polilarigacha turibdi mana. Temir metan ruxsati zapaskasigacha. Holatidan pulni shuncha ko'rganmidi mana aka? Mashina shuncha ko'rganiga narxi nechi pul aka mana obunasi? 2300 dan tushib berasiz. Jicha bir anchadan tushib berasiz aka, qalbingiz yo'rsa olasiz aka. 2300 dan tushib beraman deb pastda telefon nomer qoldiraman, nomeringizni ayting aka. 97lik 629 21. Past telefon nomer qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar, akaman ko'p kuzatib turadilar. Obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Mana shu videoda 01 06 07 08 08 olaman endi o'zingizga tashlab qo'ying. Sog' bo'ling, omon bo'ling, shu arzonni uzoqlashmanglar. Sog' bo'ling. Hoppa.